Xush kelibsiz. Zo'r kanal keldi. 500 ming obunachisi bor. 546 mingta. Hozir statistikasini ko'rsatib o'taman. Xo'p, statistikamiz eng ko'p ko'rilgan videomiz 3 million, 2 million, yana 2 million, 1 million 300. Shunday holatda statistikalar bu eng ko'p ko'rilganlari bu. Xo'p, umumiy obzor. Oyiga shu 665 ming prosmotr bo'lyapti. Kuniga o'rtacha 2 tadan video qo'yyaptilar, ko'rib turibsizlar. O'rtacha 2 ta video qo'yilyapti. Xo'p, 48 soat 78 ming prosmotr, umumiy holatda shu. Oyiga 600 ming prosmotr bo'lyapti. Oxirgi 90 kunni ham o'z ko'ramiz. Prosmotr qancha bo'lgan ekan. Oxirgi 90 kun mana. Oxirgi 90 kunga qarasanglar 1.8 million, hozirgachani ko'ramiz. Hozirgacha esa 85 million prosmotr bo'lgan ekan do'stlar. Hozirgacha 85 million prosmotr. Lekin kanalimiz pul ishlamaydi, lekin 19 ming dollar pul ishlagan do'stlar. 19 ming dollar ishlagan. Hozir lekin данный moment kanalimiz pul ishlamaydi. Xo'p. Chunki nimaga desanglar, Rossiya AdSense bo'lgan do'stlar, o'sha sanksiya paytida kanal qisqasi bloklangan. Pul ishlash bo'limi bloklangan. Faqat reklamadan pul topsanglar bo'ladi. O'sha videolar ichiga reklama tiqib yoki auditoriyasidan 500 ming odamdan mazax foydalansanglar bo'ladi. Patentmi yoki qanaqadir xizmatlarmi, u yog'ini o'zingiz asosan endi yangilik kanallarni reklamaga ishlatishadi shu. Kanal narxi 1799 dollar deyapmiz. Konkret oladigan odam bo'lsa gaplashamiz do'stlar. Konkret olaman degan odam bo'lsa gaplashamiz. 1799 dollar. Aniq oladigan aloqaga chiqinglar. O'zbek kanal statistikalarni ko'rsatdim. Mana shu kanalimiz sotiladi. Rossiya AdSense bloklangan lekin do'stlar. Shunaqa. Salomat bo'ling. Telegram orqali chiqarasizlar.